O'zbekiston xalq yozuvchisi, Mehnat shuhrati ordeni sohibi Shukur Xolmirzayev 1940-yil 24-martda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida dunyoga kelgan. U serqirra ijodi bilan adabiyotimizga o'zgacha nafas olib kirgan adiblardan biridir. Yozuvchining betakror asarlariga singdirilgan qadriyatlar o'zbek elining chehrasini, qadr-qimmatini, ko'hna an'analarini butun dunyoga yoydi. Shukur Xolmirzayevning boshqa ijodkorlardan farqi shundaki, u tabiat bilan sirlashishni, mohirona suhbatlashishni bilardi. Har bir satrida dunyo manzaralarini o'zgacha tashbihlar bilan ifodalay olardi. Zamin bag'rida o'sayotgan har bir giyoh, nabotat va hayvonot olamini o'ziga do'st, qadrdon bilib, oltinga teng lahzalarini bog'lar, viqorli tog'lar ortida sayr etish bilan o'tkazardi. Shukur Xolmirzayev mening juda ko'p hikoyalarimga, qissalarimga mavzu va asos ona tabiat deb yozardi. Shukur Xolmirzayevning dastlabki hikoya va ochiqlari 1958-yilda nashr etila boshlangan. Shukur Xolmirzayev Oq otli, To'lqinlar, 18 ga kirmagan kim bor qissalari, shuningdek yozuvchining shu davrda yozgan hikoyalari Olis yulduzlar ostida, Hayot abadiy, Og'ir tosh ko'chsa, Yo'llar yo'ldoshlar, Bodom qishda gulladi, Tog'larga qor tushdi singari to'plamlari o'rin olgan. So'nggi bekat, Qil ko'prik, Yo'lovchi, Olabo'ji, Dinozavr kabi romanlar muallifi. Qora kamar, Ziyofat dramalari ham bor. Yozuvchi 2005-yil 29-sentyabrda Toshkent shahrida vafot etgan. Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti hamda Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan.